Mo'minjon, 6 payt chekiverdi, tinchlikmi-ku? Sevgan qizim adasi bermayapti. Nimaga bermaydi? Damaschiga berarmish. U damaschilar qancha ham topardi. Ya to'g'ri, ko'p ham topmaydi Mo'minjon o'zi. Hatta normal. Yangi bozor, Cholguzar, Jahon bozorida o'ta olasiz uka. Behijolat siz bo'ldi. Ko'p past to'g'ri. Sizlar sohilda normal, damas shuni topadi uka. Gazingiz bo'lsa oling. Damas haydaymi endi? San'atkormi bu aka? Qanaqa san'atkor? Damaschi bu. O'zi qo'riqchisi bilan yuryapti. Damaschidan boshqarib bo'lmay qoldi. Assalomu alaykum, O'tkir Shodmon. Assalomu alaykum. Siz bloger edingiz. Damaschilikka qanday o'tib ketdingiz? Endi damaschilikka hamma xohlasa xohlamasa o'tyapti. Malimchi ham damaschi bo'lyapti, boshqa hamma kasb o'z damasga ura boshlandi-da. Endi bu asosiy topish tutishimiz damasdan bo'lib qoldi. Bloger teta bu turibdi chay puli. Bunda lekin asosiy pul shu yoqda. Endi damas bu o'zgacha dunyo. Damas bu Malibu nima u? Malibuga 4 ta odam ketadi, 3 ta odam ketadi. Damasga 7 ta odam, 8 ta odam orzu qilgan odam damasga minaman deb yozibdi. Sizday bo'lish uchun nima qilishimiz kerak? Damaschi bo'lish kerak. Bo'ldi, boshqa yo'li yo'q. Damaschi. Qo'lim charchab ketmang. Olib qo'ying mana. Damaschilar shunaqa bo'ladi. Bitta bir og'iz so'z. Bo'pti, men charchamanglar, salomat bo'linglar. Men yangi bozor qatnashim kerak. Sog' bo'linglar. Nasib qilsangiz. Yangi bozor deydimi? Damaschilik